Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, borimizlar, salomatimiz bilan yana ko'rishib turganimdan juda xursandman sizlar bilan. Superligamizning 9-tur uchrashuvlari boshlandi. Ikkita uchrashuv bo'lib o'tdi. Vodiy derbisi bilan boshlandi. Boshlanganda ham narigi tomonda samarqandliklar o'z uyida surxonliklarni mag'lubiyatga uchratdi. Mana shu ikkita uchrashuvni ko'rib chiqamiz. Dastavval tavsiyani ko'rib olamiz. Hasan, uni qara. Nima deysan, ha? Uyga pul yuborish uchun ertaga bankka bormoqchi bo'lyaptimi-deng? Xo'sh, nima qilibdi shunga? Buni qara, tezda degan programma topdim. Bu programma bilan Rossiyadan O'zbekistonga, O'zbekistondan Rossiyaga yaxshi kurslarda pul yuborsa bo'lar ekan. Kerak emas, bir dunyo ma'lumot so'raydi bunaqa programmalaring. Qo'ysang-chi. Yo'q, bu вообще zo'r. Просто bir marta registratsiyadan o'tasan, bo'ldi. Uyga bemalol pul jo'nataveramiz. Tezda Rossiyadan O'zbekistonga tezkor pul o'tkazmalarini amalga oshiruvchi dastur. Derbi o'z nomi bilan derbi do'stlar. Butun dunyo derbilarini olib qaraganda ham uni tarixini surishtirib kelsangiz bitta nuqtaga borib taqaladi. O'sha nuqta orqali boshlangan bo'ladi. Misol uchun Turkiyada Galatasaray hamda Fenerbahçe o'rtasidagi derbida 1996-yil o'sha Galatasaray bosh murabbiyi Fenerbahçe bayrog'ini olib kelib o'sha Galatasaray bayrog'ini olib kelib Fenerbahçening maydoniga o'rnatib qo'ygan. O'sha qoq markaziga kelib o'rnatgan. Shundan keyin o'sha tarixiy nizolar to'planib yig'ilgan va olovlanib ketgan. Shundan beri 96-yildan beri ikki jamoa o'rtasidagi derbi o'ziga xos qonli derbi deb ataladi. Misrda ham shunaqa derbi bor. Misrda Al-Ahli hamda Zamalek jamoalari o'rtasidagi to'qnashuv. Zamalek jamoasi galstuklilar jamoasi deyiladi. Ya'ni o'sha hukumat tomonidan boshqariladigan jamoa. Mana bu Al-Ahli esa xalqning jamoasi. O'sha Al-Ahli deb o'zining nomiga munosib xalq jamoasi deyiladi. Ya'ni ozodlik uchun kurashib kelgan, qanaqadir bir adolatsizliklarga qarshi kurashgandek xalq aynan Al-Ahlini qo'llab-quvvatlab keladi do'stlar. Al-Ahli dunyodagi eng ko'p titul yutgan jamoa hisoblanadi, sovrin yutgan jamoa hisoblanadi. Xullas derbilarning o'ziga xos mana shunaqa tomonlari bor. Argentinada ham bor qonli derbi. Bu derbilarda nafaqat o'sha maydon tashqarisidagi to'qnashuvlar bilan o'sha FIFA tarixiga yoki UEFA tarixiga kirib ulgurgan bu derbilar. Bizda esa do'stlar derbi deyilganda umuman Vodiy derbisi nazarda tutiladi. Ya'ni Vodiyda ikki jamoa, Vodiyning ikki yetuk jamoasi, o'zi Vodiyning 3 ta jamoasi bor. Asosiy ko'zga ko'ringani Navbahor, Andijon hamda bu Neftchi jamoalari. Bu jamoalar o'rtasidagi to'qnashuvlar Vodiyda kim zo'r ekanligini aniqlab beradi. Endi Navbahor hamda Neftchi o'rtasidagi derbi u qadar oxirgi paytlarda o'sha do'stona munosabatlar ustiga qurilyapti, lekin Andijon, Farg'ona bilan to'qnash kelsa ham, Namangan bilan to'qnash kelsa ham keskinlik yuzaga kelyapti. Ayniqsa mana bu Navbahor hamda Andijon o'rtasida o'sha biz ko'rib o'rgangan, ya'ni Misr derbisi hamda Turkiya derbisiga o'xshash qanaqadir bir uchqunlar sekin-sekinlik bilan chiqib kelyapti. Ya'ni qanaqadir sabablar topilyapti. O'sha kubik hali ham o'sha Navbahorliklarni yuragida qolib ketgan kubikdagi Andijonning comeback orqali qozonib ketgan g'alabasi. Lekin mana bu bugungi uchrashuvda do'stlar shu derbining hissiyotini bera olmadi ikki jamoa. Ikki jamoa ochig'i Neftchi o'zining o'yinini qildi. Har doim qanday o'yin tashkil etsa, qanaqa o'ynasa, grand jamoalar bilan qanaqa o'ynashni bilsa, o'sha o'yinini ko'rsatib ketdi Neftchi. O'sha o'yini bilan g'alaba qozonib ketdi, yetarli bo'ldi. O'sha ikkinchi nafas deydi-ku, o'sha ikkinchi motorni qo'shishga hojat qolmadi bu o'yinda. Shunchaki o'zining o'yinini o'ynadi, himoyalandi, hujum qildi, o'yinni nazorat qildi va g'alabani ilib ketdi. Andijon esa do'stlar uyg'ota olmadi. Andijonning ustunlik tarafi Neftchiga mana shu kechada ko'p emasdi ustunlik taraflari. Murabbiy tomonlama ustun emas. Levchenko bor, Xamikov o'rganib qolgan murabbiylari iste'foga chiqarilgan, yangi murabbiy qidirilyapti hozir. Maksim Shatskiy kelishi mumkin. Deyarli 90% hal bo'lgan. Menimcha mana bu bosimli bor o'yindan keyin Maksim Shatskiyni e'lon qilsa kerak Andijon futbol klubi. Bosim haqida gap ketganda kechagi o'sha Instagramdagi videoni qo'shib ketmasam bo'lmaydi do'stlar.
Instagramda Nodirbek To'ychiyev boshchiligida o'sha Andijon fan klubi Andijon futbolchilarini o'ziga xos tarzda o'sha majlisga chaqirishgan va o'sha majlisda futbolchilar hamda muxlislar o'rtasidagi tushunmovchilikka yechim topilgan. Lekin o'sha yechim topilish jarayonida muxlislar haddan ziyod bosimni kuchaytirib yuborishdi andijonliklarga. Bugun o'yin davomida ko'rinib turdi. Yakka kurashlarga kirishmaslik yoki to'plarga ulgurmaslik, hujumni oxirigacha yakunlamaslikda bilinib turibdi futbolchilar o'sha fishkaga chiqib qolishdan qo'rqishyapti. Ya'ni andijonlik futbolchilar yakka kurashga kirishganda imkoniyatni boy berib qo'yishdan, xato qilib qo'yishdan qo'rqishyapti. Ya'ni o'sha fishkaga men chiqib qolmay, ya'ni o'sha ko'zga ko'rinuvchi nuqta meni xatoyim orqali gol bo'lmasin va keyinchalik tanqidga uchramay deb mana shunaqa bosim ostida o'ynashdi. Bilinib turibdi. O'sha Instagram orqali chiqqan video haddan ziyod muxlislar tomonidan ajiotaj hamda futbolchilarga katta bosimni yuklaganligi mana bu o'yinda yaqqol sezildi do'stlar. Endi ustunlikka keladigan bo'lsak, bundan oldingi o'sha mag'lubiyatlar, mayli endi u mag'lubiyatlarning bosimi baribir bo'ladi. Murabbiyning ketganligi, boshqa murabbiy qo'l ostida baribir eski o'yinni ko'rsatadi, lekin murabbiy nima uchun maydonda kerak? Maydon tashqarisida o'sha futbolchilarni maydon tashqarisidan turib nazorat qilib turishi nima uchun kerak deyilsa, o'yin ichida o'yin qurishi uchun kerak. O'yin ichida biron bir epizod bo'ldi. Misol uchun yaqin tariximizda bo'lib o'tgan O'zbekiston milliy terma jamoasi Srechko Katanes bilan bo'lgan voqealar. Srechko Katanes o'sha maydondan turib boshqara olmadi, sog'ligi sababli ketib qoldi. O'sha o'yinlarda qizil kartochka bo'ldi. Reaksiyani vaqtida bera olmadik va Eron bilan bo'lgan 3 ochkoni qo'ldan boy berganmiz. Eronni yutsa bo'lardi o'sha o'yinda. O'zimizda Toshkentda bo'lgan o'yinda. Lekin vaqtida reaksiya bera olmaslik bizni o'sha kun 3 ochkodan mahrum qilgan. Hamikov ham aynan bir nuqtaga jamlanadi. Butun jamoaning futbolchilar ustidagi bosim hammasi yig'ilib bosh murabbiy ustida jamlanadi. Lekin o'sha bosh murabbiy vaqtinchalik bo'lsa, u unaqa bosimni jamlay olmaydi bir nuqtaga. U hammaga teng taqsimlab yuboradi. Futbolchilarga, rasmiy shaxslarga, hattoki muxlislarga ham o'sha bosimni yuklab yuboradi. Agar o'sha muqim turadigan murabbiy bo'lsa, Hamikov bo'lganda bu o'yin boshqacha bo'lardi men nazarim bo'yicha. Hattoki Maksim Shatskiy bo'lganda ham bosim qisman Maksim Shatskiga kelib to'xtardi bosim. Lekin vaqtinchalik murabbiy va o'z so'zini aytdi. O'sha reaksiyalar berishda kechikdi. Futbolchilarning o'zi qutqarib qolishi mumkin edi qutqarganda ham. Lekin futbolchilar aytganimdek bosim ostida bunga kirisha olishmadi. Abdumannonov 87-daqiqada o'sha bosimni yechib yuborishga harakat qildi. Ko'pchilik tanqid qildi uni, ya'ni Farruh Sayfiyevga qo'pol o'yin ko'rsatdi deb. Jamoasini vaqtini olyapti, bo'lmasam nima keragi bor bunaqa vaziyatda? Abdumannonov qoidani buzding, tortishib hakam bilan yoki futbolchiga borib ikkinchi to'lqindagi o'zingning e'tirozlaringni bildirib nima keragi bor deb ko'pchilik aytishyapti-yu, lekin Abdumannonovga o'sha paytda 100% qo'shilaman. O'zining bosimlarini mana shu orqali chiqarib yubordi. Shu vaziyat birinchi bo'limda bo'lganda, birinchi bo'limda biron bir andijonlik futbolchi, Andijon futbol klubining a'zosi Neftchi futbolchilar bilan konfliktga kirishib, qanaqadir bir ziddiyatni tug'dira olganda men o'ylaymanki, futbolchilar bosimni unutishardi. Lekin shunaqa bo'lmadi. O'zlarini uyg'otisha olmadi do'stlar andijonliklar. O'sha Abdumannonov voqeasi qanaqadir futbolchilarning ko'zida olovni taqdim eta oldi. Ungacha hech qanaqa shasht yo'q, shijoat yo'q andijonliklarda, shunchaki yugurib yurishdi maydonda. Aynan 87-daqiqadan keyin futbolchilar boshqacha reaksiya berishni boshladi. Har bitta epizodga derbilar do'stlar aql bilan emasda, derbilar yurak bilan o'ynalishi kerak. Derbilarda o'sha keskinlikka qo'yib beradi hakam ham, to'qnashuvlarga qo'yib beradi hakamlar. Shundan foydalanib qolib, o'sha emotsiyalar orqali o'ynaladigan futbol bo'ladi derbi. Aynan shuni 87-daqiqadan keyin 100% emasku, shu 70-80% uyg'ota oldi Abdumannonov o'sha Farruh Sayfiyevga qilgan harakatlari orqali. Muxlislar boshqacha olqishlab turishdi o'sha paytda.
va o'sha epizodlarda yutib chiqishni boshladi Andijon, hujumlari o'xshashni boshladi, kombinatsiyalar zarba bilan yakunlanishni boshladi, lekin vaqt yetmay qoldi. Neftchi u vaziyatgacha o'zini ishini qilib bo'lgandi. Jamshid Iskandarov almashtirildi. O'sha bir tasvir chizishda oq-qora chizib olinadi, keyin oq-qoradan keyin rang berishni boshlanadi. Jamshid Iskandarov o'sha oq-qorani chizib berib, nuqta-nuqtasigacha belgilab berdi va chiqib ketdi. Rangni boshqa futbolchilar berishdi o'yinga. Rangni, ya'ni Neftchi futbolchilari berishdi rangni. Xullas, mana shunaqa derbi bo'lib o'tdi. Bu derbida Andijon kutilganidek mag'lubiyatga uchradi. Kutilgandi do'stlar, chunki bundan oldingi mag'lubiyatlar zanjiri va aynan mana bu holat, murabbiy ketganligi va yangi murabbiy kelishi aniq bo'lmay turgan payt andijonliklarning minus tomoni edi. Hamda eng kattasi muxlislar bosimi. Muxlislar bosimi aksincha ta'sir qilish kerak. Muxlislar bosimi mana bu Neftchiga ta'sir qilish kerak o'zi aslida. Neftchi futbolchilarning oyoq qo'lini qaltiratish kerak maydonda. Lekin do'stlar aks ta'sir qildi va Andijon futbolchilarining oyoq qo'lini qaltiratdi o'sha bosim. Endi keyingi o'yinga o'tamiz. Keyingi o'yin Samarqandda bo'lib o'tdi. Samarqand muxlislar tashrifi bo'yicha 4-o'ringa ketyapti ekan. Vodiyning 3 ta klubi. 1-o'rin Andijon, Navbahor, Neftchi hamda 4-o'rinda Dinamo ketyapti do'stlar. Bu yaxshi ko'rsatkich bu. Voha tomonidan uyg'onib kelgan muxlislar hattoki Nasafni ham ortda qoldirishdi do'stlar. Mana shunaqa muxlislari bor bo'lgan jamoa g'alaba qozonishga haqli bir tarafdan o'ylab qaraganda. Va Vadim Avramov shogirdlari umuman 9-turga kelib ham mag'lubiyatga uchrashmayapti. 25-yilgi chempionatda umuman mag'lubiyatga uchrashmadi do'stlar. O'ynagan jamoalarni qarab chiqsangiz, Paxtakor bor u yerda, Andijon bor, u yerda yutib kelgan jamoalar, katta jamoalar bor. To'g'ri, mana bu Neftchi bilan o'yini o'tgan turda 7-turda qoldirildi. Samarqandda bo'lib o'tgan tadbir sababli qoldirilgan. Bu o'yin bo'lib o'tadi qachondir. Balkim mag'lubiyatdan qutulib qolgandir shu orqali Dinamo. Lekin Dinamo shu kungacha ko'rsatib kelgan o'yini qanaqa edi? Biz bilardik, ya'ni hujumkor o'yin ko'rsatardi. Telbanavolarcha hujumga o'tishardi. Himoyani o'ylamasdan hujumga o'tardi. O'sha Joel Kojo bekorga ochilib ketmaganda, to'p asosan hujumda yurgandan keyin imkoniyatlar ko'p tug'ilavergan unda. Va Joel Kojo ketgandan keyin Samarqand qanaqasigadir bir hujumlarni qiynalishi mumkin, ya'ni hujumlarni yakunlashda deyilgandi. Lekin gap Kojoda emas ekan. Gap Anvarjon Hojimirzayev ekan. Yaqinda Surxon bilan Kubokda o'yin o'tkazildi. O'sha o'yinda samarqandliklar yutib kelgandi mehmonda. 1-0 hisobda 21-daqiqada Anvarjon Hojimirzayev, 23-daqiqada Anvarjon Hojimirzaevning yagona goli evaziga samarqandliklar g'alaba qozonib ketgandi. Bu o'yinda Anvarjon Hojimirzayev pas beryapti va Friday gol uryapti do'stlar. Anvarjon Hojimirzayev 2 ta o'yinni hal qilib beryapti. Qanaqadir 10 kun ichida Surxonni 2 marta mag'lubiyatga uchratgan bu Anvar Hojimirzayev bo'lyapti. Yaqinda bir podkastda eshitib qoldim, Anvar Hojimirzayev terma jamoaga haqlimi deydi. Terma jamoa bu shunaqa narsaki do'stlar, o'sha nuqtada, o'sha kuni FIFA kunlarida, o'sha nuqtada umuman nomlarni qizig'i yo'q. Qaysi futbolchi o'zining pik nuqtasida bo'lsa, o'sha futbolchi bemalol o'ynab ketishi mumkin terma jamoada. Yanvar oyidagi yig'inlarda esa Hojimirzayev formada emasdi va yaxshi o'yin ko'rsatib bera olmadi. Temur Kapadzening ilk yig'ini yodingizda bor. O'sha o'yinda yaxshi ko'rsata olmadi o'zini va o'zi zaxiradan maydonga tushgan futbolchini Temur Kapadze 15 daqiqa ichida almashtirib yuborgandi yana qaytadan. Lekin hozir yana 9-turga kelib o'zining pik nuqtasiga yana qaytyapti. Ya'ni stabillik borasida Samarqand bilan birgalikda Hojimirzayev ham yaxshi o'zini ko'rsatib bera olyapti. Samarqand bu yili 9 turda umuman mag'lubiyat bo'lmaganining asosiy sababi deb o'ylayman, bu yili himoyada mazmunli o'yin ko'rsatib beryapti. Oldin biz ko'rardik, faqat o'sha pozitsion hujumga o'tardi, lekin himoyadan chiqib ketishda va himoya bobida umumiy xatolarga yo'l qo'yardi. Lekin umumiy himoyadan chiqib ketishda
yaxshi ko'rsatib beryapti o'zini. Surxon esa do'stlar, o'zi ikkalasi bir-biriga o'xshash jamoa. Shuning uchun ko'pchilik o'yindan oldin mana bu Surxonning imkoniyatlarini yuqori baholagandi. Qaysidir ma'noda hujumlari keskinroq Surxonni, lekin himoyada pressinglarda xato qilyapti do'stlar. Aynan mana shu pressingga chiqishda ikkita xato qildi va ikkalasi ham gol bilan yakunlandi. Bu o'sha kubikdagi o'yin va mana bu o'yin. Ikkalasi ham o'sha pressingga chiqishda xato orqali yuzaga kelgan gollar bo'ldi. Xullas, ertaga yaxshi o'yinlar bor do'stlar. Ertaga zo'r o'yinlar bor. Markaziy o'yin bu. Shubhasiz Nasaf hamda Bunyodkor o'rtasida bo'lib o'tadigan o'yin. Ertaga ham o'yin tugagandan keyin o'yinlarni birma-bir ko'rib chiqamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, ko'rishguncha salomat bo'ling.